Assalomu alaykum kanalimiz obunachilar. Navbatdagi ishimiz o'rnatdik. Bu yerga ikkita plasrom, ikkita bir qanotli eshik va bitta ikki qanotli eshik o'rnatdik. Plasromlar Shotlandiya gullar to'qib bo'ldik. Akfa Zolotoy. Bu Akfa plaslarimiz $95 tushdi. Shotlandiya-yu 2 qavat oyna padonilari bilan. Bu eshigi balkon profil, ruchkalar toza qo'yilgan, pastlar orqa fon, oq paket oyna. Bu eshigimiz 1.700.000 dan tushdi. Ikkita bir qanot eshik bor. Mijrabchalar chotki chiqqan orasi. Zamolar zo'rlar qo'yilgan. Ichkarisi qorong'iroq. Shotlandiya gullari. Bu esa romi. Romga ham spanjatlar zo'rlar qo'yilgan. Otilib yopilishlari zo'r. Shotlandiya gullari takramaydi, shamol pomoni qattiq eshik yopilganda. Zo'r chiqqan ijrobchalari. Bu esa romi. İki kanatlik eshigi. Tepadagi gullar, pastdagi gulga to'g'ri kelgan, hammasi Shotlandiya gullari. Chahlari ham zo'r kelgan, xudo xolasa. Bu eshik ham ijobchasi zo'r chiqqan. Bu eshigimiz 3,5 million so'mga tushdi. Balkon profil, ruchkalar toza, pastlar orqa fon bo'lgan. Bu esa bir qanotli eshigi ham bitta. Bunga Shotlandiya gulli to'qilmagan paket 2 qavatli oyna. Ijrobchalari zo'r. Bu yana bitta romi. Bu romlarni metri 1.70 ga eni, bo'yi 1.40. Bu ham xuddi shunday spanjatlar qo'yilgan. 30 lik padonlar tushgan. Kimda shunday akfalar kerak bo'lsa 91 lik 487 1337 nomerlarimizga aloqa chiqarasizlar. Vodiy bo'ylab dastavka o'rnatib berishlar ichida O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holda chiqaramiz. Kanalimizga yangi bo'lsalar obuna bo'lib qo'yinglar.